Включи телевизор. Включил телевизор. Отключи телевизор. ОК. Выключил телевизор. Сделай в кондиционере 27 градусов. Готово. Установил 27 градусов. Молодец. Теперь сделай 30 градусов. Установил 30 градусов. Молодец. Теперь отключи кондиционер. Выключил. Assalomu alaykum. Gaz bilan svet limiti shu sovug'da yetmayaptimi? Yoshlik kulba YouTube'dagi kanal bunga yechim topdi. Rivojlangan davlatlarda energiya resurslari juda qimmat. Masalan, Germaniyani oladigan bo'lsak, 1 kilovat elektr energiyasi 46 sentga teng. Bizning pulda 5520 so'm bo'lyapti. Endi bular u narsani ekonom qilish uchun, ortiqcha elektr energiyasini sarflamaslik uchun uyga smart aqlli uy o'rnatishgan, shundan foydalanishadi. Hozirgi paytda mana o'zim ham Cheris Xitoy orqali Germaniya texnologiyasini Chig'atoydagi mana shu uyimga o'rnatdim. Xudo xolisa video oxirida ko'rsataman, qancha tokka, qancha gazni ishlatganimni bu oyga. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Nimaga Cheris Xitoy deyapman? Xitoy texnikasi arzon, qulay ishlatish